Dadasi, uyligimiz qanchaga olar ekan? Buni sotib, xotin, skuter olamiz. Skuter? Ha, ikkalamiz maza qilib yuramiz-da. Akam nima qilyapti-ku? Aka? Akammi? Dadasi. Falokat. Olsining bilan ikingiz kelyapti. Keling, ichini bir kuydirmaymizmi, a? Sen ukam bilan meni o'rtamga nizo solmoqchimisan? Yo'q. Menga yoqadi. To'xta. Hozir ukamni bir kuydiray. Mana bu lattani ol. Hop, meni ochkayim qani? Mana bir ko'rto'l bo'lib, kichkina taqamiz. Shu tegami? Aka Xorbek. Shahzod, hozir seni eslab turdim-da. Mana endi telefon qilmoqchi bo'lib turdim. Qo'shnini mashinasimi deyman a? Nima? Men biror marta qo'shini mashinasini minganmanmi? Aka kimning mashinasi unda? Bu ham o'zimniki. Nexia ham o'zimniki. Bu ham o'zimniki? Ikkovi ham o'zimniki. Ushlab turchi-mi? Hey, menda kredit, piking, umuman unaqa narsalarni bilmayman, tushundingmi? Men o'zimning mashinam. Ana, u tomonda Nexia ham turibdi. Nexia ham bor. Yo'q edi Sparkis aka. Hey. Key. Bugun olib keldim, bugun. Yurchi. Voy, Alsimjon, assalomu alaykum. Yaxshi. Kreditga olmadim deysizmi aka? Men kreditga boshqa minganimni ko'rganmisan? Vikpan emasmi? Jonimga tegding-ku. Naqd pulimga oldim dedim-ku. Naqdga oldingizmi aka? Naqdga oldim. Aka buningiz qiyshiq-ku. Qanaqa qiyshiq? Ey, salomdan olganman-ku. Aka? Nima demoqchisan? Bugun biznikiga o'ting. Osh qilib beray. Veligingni sotasanmi? Yur, oldimga tushay. O'taman kechqurun osh tiqib qo'y. Bularni boplashga bopladik, dadasi. 3 kun uxlamaydi endi, xotin. Mana ikkita mashinani ham krediti bor. Mana buni endi qanaqa qilib to'laymiz? Mana o'yimiz turibdi. O'yimizni lombardga qo'yamiz-da, bularga kreditini to'laymiz. Yana bitta mashina olib, 4 ta mashinamiz bo'lsa qanaqa bo'largina, ichi kuyib, yonib oladi. Xotin, endi o'yimiz lombardda. Nima?